Birinchi etap bizning tugatayimizning o'rtog'imizning karkasini, ya'ni negizini yasao. Negiz yasao uchun men karton qo'llanaman, oddiy karton qo'llanaman. Mana shunda 28 ga ishni, ya'ni o'zining razmeri birdagi to'g'ri qilishmoq kerak. Bo'lashadi. Ham biz binoning 9 sm diametri bo'lib kerak. Onu kley pistolet yordamida mana shu formada yopishtirgach, mana shu shunday formadagi negiz qilib chiqadi. Shu endi bizning tugatayimiz. Ikkinchi etap shu tugataylarimizni lentalar bilan ishlar. Ya'ni turli materiallar ishlar. Men ko'pincha endi lenta qo'llanaman. Mana shu lenta bilan ishlagach, u mana shu shunday formaga keladi. Ya'ni ikkinchi etapda 5 karton qog'oz shunday formada bo'ladi. Üçüncü etap tugatayni bezab, tugatayni merjanlar bilan, yorun merjanlar bilan, motor toshlar bilan bezab bo'ladi. Bugun vaqtni ekonomiyalovchi maqsadida men sizga tugatayni ikkinchi etapına qadar ishlab bitirib ketdim. Bizga uchinchi etapni o'tib, ularning biznesini boshlaymiz. Har birimizning ustalingda mana shunday sovuqlar hamda kerak qadar merjanlar, ham pistolet qilamiz. Shular yordamida bizga tugataylarni mana men ko'rsatgan misol bo'yicha biznesingizda bo'ladi. O'zingizning ixtiyoringiz turli bezaklar asosingizda bo'ladi. Shular biznes. Endi biz bezagan qarorni biz men sizni tanishtirsak, men qo'llamayman. Xayrli kun, hurmatli qonaqlar. Bugun biz sizning bilan Qalpoq tugataylarning tarixini ko'z solib ketganmiz. Burungidan kelgan turkiy xalqlarining bosh kiyimi qalpoq bilan tugatay. Shu vaqtda tatar xalqining ular bizning xalqimizning ko'ngil javharlari, izaklari, qalpoq bilan tugatayni bizning abi bobolarimiz va ati-anilarimiz da kiyib yurgan. Ham ular bugungi kunda da tatar xalqining eng ko'rkam kiyimi deyberib turibdilar. Tugatay milliy bosh kiyimi. İslam dini ko'zligidan chiqib qaraganda, tugatay turk tilidan kelib chiqqan so'z. Tugat, vershina degan ma'noni oladi. Burungi o'shanlarga qaraganda, tugatay kishilarni yomon so'zlardan saqlagan. Ishqi yog'ini mana shu birinchi mana shu ostolishini boshqa kley yaziladi. Ham shunga mana shu ravishda yog'ishtirib qo'yamiz. Qizlar tovushlar saylanadi. Mana shunday ravishda yog'ishtirib. Ham shuni mana bu oldi yog'ishtirilgan lentaning o'rtog'i razmerini olganda ham shunday qoplay. Mana bu ravishda qoplaman. Diagonal ravishda qoplayman. Ham mana shu shunday lentani shu yoqasini qoplab bitirib, mana shu shunday ishki yog'ini yog'ishtirib qo'yaman. Ham shu yoqda yog'ishtirib borgach, gil bir yoqdan bog'na borasi. Mana bu yoqdan yog'ishtirib borganda, keyin bu yoqdan yog'ishtirsangiz, zavqli bo'lmaydi, motor bo'lmaydi. Shu bir yoqdan yog'ishtirib borib, oxirdan endi ishlab bitirgach, so'nggi lentani men motor bo'lsin uchun, zavqli bo'lsin uchun mana shu yerda burib motor qo'yamda. Baribir o'zicha bir turli motor bo'lib turadi. Ham endi shu eng oxirgisini shu yerda yog'ishtirib Hamda shu shunday bilan ko'rgan kishi. Ham endi ishlab bitirgach, qo'faqni bo'ytirib qoldirib, shu motor tugul, ham shuning uchun men uning ishini mana bir minut tursangiz, mana shu bitirib, evatlab yopishtirib, javob qo'yib turib. Tugataylarni shu bo'laklarga bit qo'yganlar, bayramlarga, majlislarga